Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Xabarlarimizni yoqtirib ko'rishinglarni umid qilamiz. Men Muhammad Azat. Tövende dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Erkin Osiyo radiosuning xabar qilishicha, Xitoy hukumatı Xitoyning Istanbuldagi konsulxonasi oldida Xitoy lagerlaridagi g'oyib oila a'zolarining izdirikini berishni talab qilayotgan Uyg'urlarning harakatiga inkas qaytirib, bu Uyg'urlarning atalmış 3 xil kuchlarga ishtirok qilish yoki ularning ozdirishiga uchrab, oila a'zolarining g'oyib bo'lganligi to'g'risida yolg'on so'zlaganligini ilgari surgan. Lekin bu kishilarning so'zi yolg'on bo'lsa, ularning g'oyib oila a'zolarining qayerda ekanligi, shuningdek ularning atalmış 3 xil kuchlarga ishtirok qilganligi yoki ularning qaymoqtirishiga uchrab ketganligi to'g'risida hech qanday dalil ko'rsatmagan. Xitoy hukumatı bu bayonotni o'tgan yil 21 dekabr kuni boshlangan Xitoyning Istanbuldagi konsulxonasi oldidagi norozilik faoliyati Turkiya jamiyati va xalqaroda borgan-sir diqqatga sazovor bo'layotgan mezgilda e'lon qilgan. Atalmış Şinjan Uyg'ur Abnum rayonlik hukumatning bayonotchisi Zulhayat Ismoilning 11 yanvar Beijingda muxbirlarga ta'kidlashicha, Şinjandagi fuqarolar chet eldagi urug' tuqqanlar bilan normal va erkin aloqa qilayotgan bo'lib, aloqa suzilib qolganlar chet elda Sharq Turkiston terrorlik harakatlariga qatnashganlar yoki Şinjandagi urug' tuqqanlari atalmış qotillik, bosqinchilik, zaharlik chekimlik sodisi, o'g'irlik yoki boshqa jinoyatlarga chetilib qamoq ilinganlar ekanligini, chet ellik Uyg'urlarning Şinjandagi oilasi yoki urug' tuqqanlar bilan aloqa qilmasligida ularning telefon nomerining o'zgarib ketgan yoki telefon nomerini unutib qolishimi buningdagi bir sabab bo'lishi mumkinligini ilgari surib, agar oilasi bilan aloqa qilmayotganlar Xitoy elchixonalariga iltimos qilsa, ularga yordam qiladiganligini bildirgan. Ammo u Xitoyning Istanbuldagi konsulxonasi oldida norozilik bildirayotgan Uyg'urlarning ilgari Xitoy elchixonasiga iltimos qilganligi, biroq Xitoy elchixonasining ularga javob bermaganligini tilga olmagan. Zulhayat Ismoilning so'zi Turkiyadagi o'qituvchi siyosiy partiya va Xitoyning Istanbuldagi konsulxonasi oldida norozilik bildirayotgan Uyg'urlarning ayblashiga uchragan. Turkiyadagi Kelajak partiyasining tashqi ishlar mas'ul muavin raisi, sobiq bosh elchi Umid Yardim 12 yanvar Erkin Osiyo radiosuning ziyoratini qabul qilib, Xitoyning so'zlarini qabul qilmaydiganligini, bu qandaqlacha u yerdagi kishilarning terrorlik bilan aloqasi borligini aytib, u yerdagi kishilarda bunday aloqa yo'q. Agar terrorlik aloqador biror bo'lsa, Turkiya turamaydiganligini, Turkiya hukumatı va saqchi organlarining uningga yo'l qo'ymaydiganligini, ularning bunday deyishining butunlay xato ekanligini, Xitoyning Uyg'urlarni ayiblash o'rniga Xitoyning besimni bekor qilishi, Sharq Turkistonda nima ishlar bo'lyapti? Nima uchun kuzatuvchilarning berishiga yo'l qo'ymaydi qatorliq xalqlik savollarga javob berish kerakligini bildirgan. Mazkur partiyaning muavin raisi Saljuq O'ztaq o'tgan hafta konsulxona oldidagi Uyg'urlarni yo'qlab, Xitoyni xalqaroning Sharq Turkistonda tekshirish berishiga yo'l qo'yishni talab qilgan. Turkiyadagi ba'zi qonunshunos advokatlarning ta'kidlashicha, Xitoyning Istanbul konsulxonasi oldidagi norozilik faoliyatiga inkas qaytarishi bu faoliyatning g'alabalik bo'lganligini ko'rsatdi. Xitoyning bayonot e'lon qilish majburiyatida qilishi lager qurbonlari munbirining 3 haftadan beri Xitoy konsulxonasi oldida bo'lgan namoyishlarning qanchalik g'alabalik bo'lganligini ko'rsatdi. Ailesi Sharq Turkistonda tutqundagi bu kishilarning tinch holda namoyish qilishi, Turk jamiyatida Uyg'urlarni bilmaydiganlarni qiziqish qo'zg'ab, ularni qo'llamoqda. Xitoyning bayonot e'lon qilishiga lager qurbonlarining dunyo miqyosida qiziqish nuqtasiga aylanish sabab bo'lgan. Uyg'ur agentligi 13 yanvar xabar qilishicha, Avstriya Uyg'ur jamiyati Xitoy xalq qurultayida ma'qullangan Xitoy Turkiya jinoyatchilarni o'zaro o'tkazib berish kelishimi haqidagi xabar chiqqandan keyin Turkiyada yashayotgan Uyg'ur vatandoshlarning bexatarligiga ko'ngil bilib, mazkur kelishimning mohiyatini bilish uchun Avstriya Uyg'ur jamiyatining raisi Mavlon Dilshod, tashqi ishlar mas'ul Abdug'ofur Alib, ichki ishlar mas'ul Turg'un Ro'z qatorliqlar Turkiyaning Avstriya Viyannadagi bosh elchisi Ozan Ceyhun bilan ko'rishgan. Ko'rishish 50 minut davom qilgan bo'lib, Mavlon Dilshod bosh elchi Ozan Ceyhunga vatanimiz Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik ahvolini tafsil anglatdi va Viyannadagi Avstriya Uyg'ur jamiyatining xizmatlarini qisqacha tanishtirdi. Va ko'rishning muhim maqsadi bo'lgan Xitoy Turkiya jinoyatchilarni o'zaro o'tkazib berish kelishimidan Turkiyada yashayotgan Sharq Turkistonliklarning bexatarligidan andish qilayotganligini bildirdi. Bosh elchi Ozan Ceyhun bu kelishimdan Turkiyadagi Uyg'urlarning bexatarligiga ta'sir bo'lmaydiganligini, Turkiya tashqi ishlar ministri Mavlud Cavusho'g'lining bu masalaga diqqat qilib kelayotganligini, Turkiyadagi Uyg'urlarning xotirjam bo'lish kerakligini bildirgan. Mavlon Dilshod bosh elchi Ozan Ceyhun bilan yana Turkiyadagi vatandoshlik yo'q Uyg'urlar temasida suhbatlashib, Turkiyada vatandoshlik yo'q Xitoy pasportining vaqti to'shib ketib, pasportni uzartamayotgan Uyg'urlarning turmush, xizmat, davolanish, ma'rif jihatlarda qiyinchilik duch kelayotganligini o'ttirib qo'ygan. Bosh elchi bu masalani Turkiya tashqi ishlar ministrligiga yetkazganligini va bu masalani kuzatadiganligini bildirdi. Avstriya Uyg'ur jamiyati u yerda yashayotgan Uyg'urlar sonining oz bo'lishi qarmay o'rin ijara olib, vatandagi Uyg'ur xalqining beshiga kelgan ahvolni yerlik hukumatga bildirish, yerlik hukumat vakillari bilan uchrashish, medialarning ziyoratini qabul qilish, namoyish o'rinlashtirish, Uyg'urlar qarorlik uchrashib turish, duch kelgan masalalarni qo'ldan kelishcha hal qilish, balalarning Uyg'ur kimlik ingini yuqori ko'tarish uchun ona til, madaniyat, urf-odat,
diniy e'tiqod darslarini o'rinlashtirish jihatlarida aktiv faoliyat qilib kelmoqda. Rusiyaning Prim shahrida tasavvur qilib bo'lmaydigan go'zallik boshtim qilingan 7-chi navbatlik muz haykaltarashlik musobaqasi o'tkazilgan bo'lib, muz haykaltarashlik asarlari shahar markaz ko'chalarida ko'rgazma qilinib, o'zgacha manzara hosil qilgan. Bu muz haykaltarashlik musobaqasining yuqori o'lchamiga kafolatlik qilish uchun musobaqaga qatnashuvchilarning cho'qim boshqa muz haykaltarashlik musobaqasining mukofotiga erishuvchilari bo'lishi shart qilingan bo'lib, jami 15 komanda qatnashgan. Musobaqaning talabiga asosan har bir komanda 5 kun ichida go'zal muz haykalini bitirishi, barliq asarlar kam deganda 3 metr egizlikda bo'lishi kerak deyilgan. Egilinishcha bu musobaqaga tayyorlik qilish uchun Prim shahar hukumati qatnashuvchi komandalar uchun boshqa joylardan 100 kub metr tabiiy muz tayyorlagan bo'lib, moyirlar har xil, sarxil asboblar orqali o'zlarining ifodalashchanligi, o'zgichiligi va texnikasining yuqoriligini alohida gavdalantirgan. Haybatlik muz haykallar 15 yanvar kunigacha ko'rgazma qilinib, kishilarning muz haykaltarashlik san'at go'zalligini his qilish, o'zlarining fursatiga yetarli fursat yaratgan. Prim shahri nihoyat sovuq bo'lib, shamol guldirlab, qorlar uchib, ba'zida temperatura 0 dan tuvan 20 selsiya gradusdan tuvanlaydi ekan. Mana shunda qattiq, sovuq, nachar havo rayida muz haykaltarash san'atkorlari ko'rkam asarlarni ijod qilgan. Birinchi, lamnariya. Lamnariyani kishilar doim iste'mol qilib turadi. Lamnariya tarkibidagi mikroelementlarning miqdori intayin mo'l. Bo'libmi, lamnariya tarkibida ko'p miqdorda yod elementi bo'lib, yod elementi odam badaniga kirgandan keyin sog'lom hujayralarning raqqa o'zgarib ketishining unumli oldini oladi va uni tizginlaydi. Bu rak kasalining oldini olishda nihoyat yaxshi unumga ega. Shunga ko'pchilik odatda ko'proq yeb bersa, rak hujayralarini kontrol qilib, teni texmi sog'lom bo'ladi. Ikkinchi, oftobparast. Oftobparast urug'i tarkibida ko'p miqdorda oqsil, temir, yupurmoq kislotasi, sinik va yemaklik talosi bor. Shuning bilan bir vaqtda vitamin E ning miqdori mo intayin yuqori. Uning ustiga oftobparastga oksidlanishga qarshi tarkiblar aynola, yong'oq va xosingdan to'tasi yuqori bo'lib, odam badanining rak hujayralarining kengayib ketishini unumli tizginlab, badanni texmi sog'lomlashtiradi. Uchinchi, tarxamak. Tarxamak tarkibida vitamin C mo'l bo'lib qolmay, terini oqartib, badanni quvvatlaydi. Uningdan boshqa, doim tarxamak yeb berganda yana rakqa qarshi turib, rakning oldini olib, odamning tan safosini yuqori ko'targil bo'ladi. 4. Seriq purchoq. Seriq purchoq tarkibida ko'p miqdorda o'simlik oqsili bor bo'lib, har kuni seriq purchoq sutini ko'proq ichib berganda kalsiy to'liqlash rolini o'ynab qolmasdan, yana rak kasalining oldini olish va davolash rolini o'ynab, badandagi rak hujayralarini yo'qotib, salomatlikka texmi foydali. 5. Samsoq. Samsoq tarkibida samsoq moddasi va selin qatorliq mikroelementlar mo'l bo'lib, doim iste'mol qilib berganda rakning oldini olish, rakqa qarshi turish, mikrob o'ldirish, bakteriyaga qarshi turish roli intayin yaxshi bo'lg'achqa, samsoqning yerdan o'sib chiqqan pensilin degan nomi bor. 6. Chechak say va kollak pasay. Kresit gulliklar oilasidagi o'simliklar jumladan chechaksay, kollakpasay, kokos chechaksay, bexsimon kollakpasaylarining hammasi raqqa qarshi turuvchi yemakliklardir. Nurg'un tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, yuqorqi ko'ktatlarni doim iste'mol qilganda oshqozon raki, emchak raki, uchay rakining tahdidini azaytqili bo'ladi ekan. Kishini hayron qoldiradigan shuki, kresit gulliklar oilasidagi ko'ktatlardagi kasal davolaydigan moddalar vitaminmi emas, mineral moddami emas, balki bir qator indigo moddasi deb ataladigan murakkab birikmalardir. Ammo indigoni suvda pishirganda yo'qolib ketadi. Shunga bak uzun qaynatib etmaslik kerak. Xabarlarimizni ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.